Assalomu alaykum o'rtoqlar, barchaga xayrli kun. Bugun sizlar bilan tovarlarni tsena ustanovkasi, tovar tsena razdeli bo'yicha ozgina qisqacha dars o'tamiz. Kommentariyada bir opamiz mana shu razdel bo'yicha продажаga viloyat qilish haqida so'rabdilar. Hozir bu bo'yicha qisqacha aytib o'tib ketaman. Endi bu narsalar professional darajada hozir men sizlarga ko'rsatib berganim bilan sizlar tushunmaysizlar ko'p narsani. O'zi aslida narx-navo qanaqa qilib ustanovka qilinadi? Продажangiz ko'tarilishi uchun narxingiz arzonmi, qimmatmi? Bu juda yaxshi ta'sir qiladi. Bu ham agar slishkom konkurentlardan arzon bo'ladigan bo'lsa, siz tovaringiz reklamasiz ham uchib ketishi mumkin, lekin bitta minus tomoni bor, siz zarariga sotib qo'yishingiz mumkin tovarni. Endi narx-navolarni qayerdan ko'ramiz, qayerdan o'zgartiramiz degan tushunmayotgan bo'lsa, tovarni Wildberries ochganimizda tovar tsen razdeli bor. O'sha yerda tseni skidki degan bo'lim bor. Управление ценами degan joyda. O'tgan safar darsimizda подписка Gem'ni o'tgandik. Mana hozir tovar tseniga keladigan bo'lsak, tseni skidkiga bosamiz. Qaysi darslik bilan ishlashimiz qiziq bo'lsa, aytsanglar, o'sha darslik bo'yicha video urok qilib boraman. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, poetapno o'tib ketaveraman. Tseni skidki. Hozir qisqacha o'tamiz buni. Wildberries'da narx-navolarni mana shu razdelda o'zgartiramiz. Telefonli versiyada ham o'zgartirsangiz bo'ladi, faqat sal qiyinroq bo'ladi. Kompyuterning versiyasida o'zgartirib qo'yganimiz yaxshiroq. Keyin narx-navolarni o'zgartirayotganimizda tsena и skidka degan strochkada turishi kerak. Hammasiniki har xil. E'tibor qilsanglar, bu yoqda o'zgarishlar bo'lib qoladi. Hamma tovarimiz narxini qo'yayotganimizda hisob-kitob to'g'ri qilishimiz kerak. Agar hisob-kitob qilish darsi qiziq bo'lsa, buni ham yozib qo'ysanglar, tushunarli qilib o'rgatib ketaman. Mana bu yoqda narxini tsena продавца до скидки degan narx qo'yilish joyi bor. Skidka продавца bor. Mana shu summadan 30% chegirma berilgan tovarga. Va tsena со скидкой deyapmiz. Narxi 9793 rubl chiqib kelyapti. Bu yog'iga ketaveradi keyin. Optovaya skidka для бизнеса, biznes qiladiganlarga ham sotsangiz bo'ladi. Narxini arzonroq qilib qo'yib turib, agar ularga to'g'ri kelsa, shu yerdan olib, sizdan olib sotishaveradi. Skidka VB klubi. Buni o'zimiz beramiz. Skidka VB klub. Agar bilsanglar, skidka VB klub podpiskasi klientskida bor. Uni sotib oladiganlarga siz skidkangiz ko'rinadi. Misol uchun 3% dan 31% gacha skidka ko'rsatishi mumkin ekan. Bu ham pozitsiyaga viloyat qiladi. O'sha VB klub degilarga. VB klub podpiskasi bu klientskiy Wildberries'dan kirib ko'rganda sotib olinadigan podpiska. Adashmasam birinchi oy besplatno, keyin har oyda 199 rubldan to'lanadi. U klient to'laydi uni. Siz bu yerdan tovaringizga skidka berib qo'yasiz. Чтобы bu yoqda ham ko'rishsin. Так, bu не важно. Endi bu narsani tushuntiryapman, tushunmaysizlar baribir. Indeksini цена для участия в акции. Men bu narsa ko'p chiqib keladi. Цена для участия в акции. Sizga bu yerda qaysi aksiya bilan qo'shilyapsiz? Bu yerda sizga to'g'ri keladigan aksiyaga kirishingizga to'g'ri keladigan summani ko'rsatishadi. Biz bu yerda цена для участия в акции degan bo'limida tovarimiz aksiyada qatnashyaptimi yoki yo'qmi, yoki qatnashayotgan bo'lsa qancha summa bilan qatnashishi mumkin, o'shani ko'rishimiz mumkin. Aksiya bilasizlar, продажаga 30-35% tovarning количество
aksiyaga qo'shilishiga qarab turib 10% dan 35% gacha o'zgaradi pozitsiya bo'yicha. Tovaringiz reytingi pozitsiya bo'yicha ko'tariladi. Po faktu shunaqa bo'lishi kerak. Lekin ko'p holatda unaqa bo'lmaydi ba'zida. Minimalniy tsena и blokirovka va avtoaksiya degan narsa chiqqan. Oxirgi paytda e'tibor qilgan bo'lsanglar, avtoaksiya degan narsa bor. Valbrisda narx-navoingizni tekshirib turmaydigan bo'lsangiz, qaramaydigan bo'lsangiz, minusga qarab ketaveradi, pastga qarab arzonlashib ketaveradi. U nimadan? U mana shu avtoaksiya hisobidan bo'ladi. Avtoaksiyani через Excel mana bu yerda minimальная цена и блокировка в автоакциях degan joyda mana bu Excelga bosib turib minimальный цены и блокировкада bosganimizda birinchi skachat emas, sformirovать shablon, skachat shablon qilib biz minimalniy qancha summagacha aksiyaga kira olamiz, o'shani kiritib qo'ysak bo'ladi. Keyin обратно mana shunga razdelga bosib turib, обратно yuklab qo'yasiz va сохранить qilasiz. Так, mana bu narsa oldin bu yerda e'tibor qilgan bo'lsanglar, skidka VB degan narsa bo'lardi. Mana shu o'rtalarda. U nima? U Valbris o'zi klientlarga beradigan skidkasi. Ko'pchilik aytishi mumkin, men tovarim narxini 4000, misol uchun mana buni ko'raylik, 4195 qo'ydim. Nimaga klientlarga 3000 qancha ko'rsatyapti, arzon ko'rsatyapti, narx arzon bo'lib qolibdimi deyishingiz mumkin. Bu SPP bo'ladi. SPP ni yoyib aytadigan bo'lsak, skidka постоянного покупателя degan ma'no beradi. Doimiy mijozlar chegirmasi. Doimiy mijozlar chegirmasini Valbris o'zi belgilaydi. Bu bo'lmasligi ham mumkin. 20% chegirma yoki bo'lmasam berishi ham mumkin yoki ko'proq bo'lishi mumkin, kamroq bo'lishi mumkin. U o'zini yonidan kelib chiqib bu SPP ni foizini belgilaydi. Ko'radigan bo'lsak, mana bu tovarga bitta bosamiz. 4195 rubl turgan tovar. Mana bu yerda 3256 rubl klientga ko'rsatyapti. Bu degani почти 900 rubl arzon ko'rsatyapti. E'tibor qilishimiz mumkinki, arzonni ko'rsatayotganini bu yerda biz boya ko'rgan narx 4195, po faktu 4323 ko'rsatish kerak, to'g'rimi? Lekin bu yoqda 4256. Bu yerda yana bitta narsa bor. Klientga kirganimizda registratsiyadan o'tganingizdan keyin Valbrisda VB kошелек degan narsa bor. Azon karta o'shanga o'xshagan Valbrisning o'zini VB kошелегі bor. Agar o'sha orqali sotib oladigan bo'lsangiz, 3256 yana 1% dan 5% gacha mana shunaqa skidkalari bor. Unda ham sizga arzonroq tushadi. Yana ham klientlarga zo'r qilib qo'ygan. Oxirgi momentda, oxirgi paytlardagi bo'layotgan voqealar juda ham qattiq ta'sir qilish boshladi. Ba'zi paytda Valbris shunaqa SPP beradiki, mana bu 20%, 40-50% gacha ko'tariladi. Tim bo'li mana bu yangi yil arafasida, yangi yilgacha mana shu hozir avgustdan to yangi yilgacha pik prodaja bo'ladigan payti. Bu paytda SPP'lari ham ko'tarib beradi, juda ham balandga. Mana ko'rishimiz mumkin. Bu ham tul. Ikkalasiga ikki xil SPP beryapti. Bu narsani biz o'zimiz o'zgartira olmaymiz. Endi o'zgartirishimiz mumkin. Ba'zi holatlarda shunaqa qoidasi bo'ladi. Uni Valbris aytmaydi bizga. Biz katta bloger orqali bilib olamiz yoki bo'lmasam o'zimiz narx-navoni o'zgartirib bilib olamiz. Misol uchun bo'lishi mumkinki, agar tovarimiz narxi 2000 dan baland bo'lsa, bizga SPP 20% dan o'tadi. Kelinglar shuni ko'ramiz. Endi misol uchun men o'zimcha primer qilib ko'rdim. Mana bu tovarimizni hozir narxini 2000 rubldan ziyod qilamiz. 4 ga 270 ekan. Va saqlanch qilamiz. Vale.
ko'ryapmizki, hozir men bu narsani bilmagandim. Men bu 11.8 dan 22.9 ga o'tib ketdi. Ko'rishinglar mumkin. Boyagi 1700 qancha turgan narxi pastda skidkasi bundan kamroq edi. Bundan qimmatroq turdi dashi. Endi narxini qimmatlashtirib qo'yganim bilan ham naborot narxi arzonlashib ketdi. Endi qolganlarga ham bu narsani qo'yib qo'yamiz. Tak 50% bo'lsa qancha bo'lar ekan? 145% bo'lsa 40. Hozir ko'ramiz. 1926 qilamiz. Agar 3240 ga o'tsa SPP'si o'zgararmikan yoki yo'qmi? Yo'q, SPP o'zgarmadi. Demak 2000 dan balandroq bo'lishi kerak ekan. 38, 37, 38. Bu arzonroq bo'lgani uchun bunga ko'p o'tib ketish mumkin emas. Ozgina o'tsa yetadi. 28 mana bunaqa qilamiz. Endi tekshirib ko'ramiz. Prodajaga viloyat qiladimi desanglar, viloyat qiladi, конечно. Ta'siri bor, mana ko'rishimiz mumkin. 20.8 bo'ldi. Protsentda SPP'si. Bu degani narxi 1584. Boya ham ko'rganimizda 1500 qancha turdi. Hozir ham xuddi shu ahvol, lekin narxini 300 rubl qimmat qo'ydik. Ko'rishinglar mumkin. Narxi почти 50 rubl qimmat bo'ldi, lekin bu yoqdan 300 rubl qimmatlashtirganmiz. Baribir o'sha. Sababi SPP. SPP'ning hisobiga. Keyin mana 1,5 mingdan past bo'lgan tovarlarga 1426 bo'lsa 20% ekan. Bu yaxshi ko'rsatkich. Endi mana bu 1580 shu turibdi. Buni sal qimmatroq qo'yamiz. 1700 ekan. 1% qilamiz buni. Endi ko'ramiz. 5 metrliknikini. Mana bu ham wow. Bu endi SPP 23% o'zgardi. Hozir ko'ramiz klientskida qancha ko'rsatar ekan. 1603, 1803. Ko'rishinglar mumkin. Narxini 200 rublga qimmatlashtirib qo'ydik, lekin bu yerda klientskida 16 rublgina farq qilyapti. 16 rublgina. Bu ham bitta yaxshi lifehack. Mana bu yerda ham 1% qilib qo'yadigan bo'lsak, yo 0 qilib qo'yamiz buni. Bunda o'zi narxi 2000 qancha bo'lar ekan? O'shani hisobi bilan to'g'ri bo'lib ketar ekan. Men bu tovarimizni ham narxini shunaqa qilib qo'ysak. Tak 2111 qo'ysak 1% keladi, ровно 2000 qilib qo'yamiz. Без skidki. Endi ko'ramiz nima bo'lar ekan. 3 ga 270 edi, adashmasam boyagi o'zgartirganimiz. 3 ga 270 mana 20% bo'ldi. Narxini sizlarga ko'tarib yubordik. 400 rublga, почти 400 rubldan oshiqroqqa ko'tardik. Bu yoqdagi narx o'zgarishi 200 rubl bo'ldi. To'g'ri, hammasining narxi bir-biriga o'xshab qolyapti, yaqin kelib qolyapti. Men bularni sal qimmatroq qilib qo'yaman keyin. Lekin 190 rubl farq qilsa ham, zato bu yoqda narxi 428 rubl farq qilyapti. 418 rubl. Tak, men buni ham SPP'si baland ekan, sal kamaytirib qo'yamiz bunaqasini. Narxini qimmatroq qilib qo'yamiz. To'g'rirog'i. Чтобы
vaziyatdan to'g'ri foydalanish uchun zakaz baribir ham tushiradi. Mana bu yoqda to'g'rilandi. 20% narxini qimmat qilib qo'ygan bo'lsam ham unaqa qattiq bilinmadi. 100 rubl ko'tarildi. O'rtoqlar, qisqacha bo'lgan darsimiz kimga yaxshi ma'qul keldi? Tushunmagan narsalar bo'lsa, kommentariyga yozinglar. Endi qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qildim. Kalada borini har doim ham tushuntirib berish oson emas, chunki hamma har xil qabul qiladi boshida. Men tushunayotgan ko'rinishdagi holat men o'zim uchun qulay. Boshqa odam agar boshqa odamni точка зренияsi bilan qaraydigan bo'lsak, fikri bilan qarasa, ularga boshqacha usulda oson bo'lishi mumkin, qulay bo'lishi mumkin. Lekin harakat qilgan odamga har qanaqasiga boshida qiyin bo'ladi, keyinchalik oson bo'lib ketadi. E'tibor uchun rahmat. Hammaga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.